Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin laysa minna yoki laysa minni deb boshlagan hadislarini o'qishlikda davom etamiz. O'tgan darsimizda birinchisi musulmonlarga qilich ko'tarmaslik, ikkinchisi uylanishdan, turmush qurishdan bosh tortmaslik, uchinchisi azada ovoz solib yig'lamaslik, to'rtinchisi firibgarlik bilan, bizning tilda aprislik bilan shug'ullanmaslik, beshinchisi o'q otib, o'rganib turib vatan himoyasi uchun musulmon kishiga kerak bo'ladigan mana shu o'q otishlikni harbiy ishni o'rganib turib, keyin esdan chiqarib olmaslik. Kim shunday qilsa, bas u bizdan emas dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 5 hadis o'qigan ekanmiz, bugun inshaalloh 6-sidan davom etkazamiz. 6-hadisimiz musulmonlarga qarshi chiqishlik. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Man kharaja min at-ta'ati va faraqa al-jama'ata famata mata mitatal jahiliya." Rasululloh aytadilar, kimki itoat qilishdan chiqib va jamoatdan ayrilib o'lsa, umumiy musulmonlardan ajrab olsa, bitta bayroq tagiga, bitta bir gruppirovkani tagiga o'zini ajratib olsa va mana shu musulmon boshliqqa itoat qilishdan bosh tortadigan bo'lsa, bas u johiliy o'lim topibdi. Johillik o'limini topibdi. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz: "Va man kharaja ala ummati yadribu barruha fajiruha va la yatahasha min mu'miniha va la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni." Kim ummatimga qarshi chiqsa, ularning yaxshisini ham, yomonini ham uraversa, ularning mu'minlariga ham, ahdiga vafo qiladiganligiga ham parvo qilmasa, demak u mendan emas. Umumiy musulmon jamoatini ajramaslik kerak. Yana qaytarib aytaman, bu ummat 1300 yildan oshiqroq muddat davomida to'rala mazhabda to'g'ri deb kelgan. Mana shu ummatning birligi bo'lgan. Mazhablar ummatni birligining ramzi. Ajrab olmaslik kerak ukalar. Payg'ambarimiz aytganlaridek, meni ummatim zalolatni ustida birlasha olmaydi. Bu ummat to'rala mazhabda to'g'riligiga mazhab kerak emas deyotganlar oramizda bo'lsa, yaxshilab bilib olinglar. To'rala mazhabni to'g'ri kerak deb boshi bir bo'lib 1000 yildan ko'proq muddat turdi. Endi kerak emas deyotganlar ajrab olyapsizlar. Faqat tushunmayapsizlar buni. Faqat tushunmayapsizlar. Sizlarda ayrimlarlarda aytgan gaplaringlarda ahli ilm odam o'tirib tahlil qilib bersa o'zingizlarga, gapingizlarda boshida aytgan so'zlaringlar bilan oxirdagisi to'g'ri kelmaydi. Tushunarlimi? Ajrab olmaylar. Ajrab olmaylar. Man qatala tahta royatin immiyatin aw yad'u ila asabiyatin aw yaghdabu li asabiyatin faqutila faqitlatun jahiliya. Kim asabiylikka chaqiradigan ko'r-ko'rona bayroq ostida urushsa, asabiylik degani millatchilik deb tushuninglar. Guruhvozlik deb tushuninglar. Musulmonlar ichida bo'lib turib, bir guruhni bayrog'ini tayib olib boshqalar bilan urushlik. Millatchilik qilishlik. Millatchilik uchun urushib bo'lgan odam johiliy o'lim topdi. Bas bu odam bizdan emas dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Millatchilik qilmaydi musulmon odam. Da'uha fa innaha muntina degan Rasululloh. Qo'ylar bu millatchilikda, qabilachilik, urug'chilik, albatta bu narsa badbo'y, sassiq narsa deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 7-hadis aldash va buzuqchilik haqida. Musulmon odam o'zini oilasini aldamaydi, xodimlarini aldamaydi, rahbarlarga xiyonat qilmaydi va bu narsaga undamaydi. Bu narsaga undaydigan odamni qo'lidan ushlab, uni to'xtatib nasihat qiladi. Bo'ladi-yu, to'yga borib keladi, kelsa xotinni peli aynib keladi. Hidi ko'payib ketadi. Qayerga bording deysiz. Do'st, qayerga bordingiz deysiz. Desiz, palonchinikka deydi. Shularga bormang deysiz, qaytib. O'zi tinch yashayotdingiz, palonchinikka borib yoki palonchi kelib ketdi uyingizga, kelsiz, g'alati bo'lib qolibdi-da.
Bu bo'ladi. Mana hozir o'qiymiz. Voy, bo'lmabdi. Mana qilasizlarmi? Hech ham bo'lmabdi. Qiladi-yu. O'g'il bolalarda ham bor bu narsa. Hadisda eshitamiz. Man khabbaba abdan ala ahlihi falaysa minna va man afsada imro'atan ala zawjiha falaysa minna. Kimki bir qulni o'zining sayyidiga, o'zining ahliga qarshi buzuqlikka o'rgatsa, bas bu kishi bizdan emas. Kim bir xotinni o'zining eriga qarshi buzadigan bo'lsa, bas u bizdan emas. Kirgizmaylar o'sha xotinlarni uylarga. Kirgizmaylar uylarda sir asroriga. Kirdimi? Voy desa aralashmang. Bu bizning shaxsiy hayotimiz, g'ildiring. Mana alhamdulillah men o'zim boshimdan o'tkazdim. Shomda kelibdi bir bola. Chiqib qo'yasizmi? Shomdan keyin keldingizmi dedim. Domla uzr dedi. Shomdan keyin kelsa chiqmaslikka haqqim bor. Ertaga kelingdan xo'p deb ketdi. Xafa bo'lmadi. Zo'r bo'ldi. Damofonda gaplashyapman. Odamlarimiz alhamdulillah o'lchovlarimiz tuzalyapti. Eshiging tagiga boruvdi, chiqmadi, o'zicha deydi. Sen kelma shomdan keyin. Sen kelma, mo'j yotib olgandir. Mo'j bir qandaydir bir narsa bilan band tur, kelma sen. Bo'lar ekan, yo'q deb qo'y demasdanchi, yo'q deb qo'y. Shuna deymizda, to'g'rimi? Gunohni bo'ynimizga olaveramiz. Yo'q, dadam bor, chiqa olmaydi ekan hozir oldingizga. Hozir ziyoratni qabul qila olmaydi ekan desa, xafa bo'lmay ketaveringlar. Va in qila lakum irji'u farji'u. Agar Qur'on aytayapti bizga, qaytinglar desa sizlarga, biror chaqirib borganda, qaytinglar huva azkalakum. Mana shu ish sizlar uchun pokiza yo'l. Qo'rqmanglar, birodarlar. Chunki agar u xafa bo'lsa, Qur'on hukmiga qarshi chiqyapti odam. Chiqmasangiz bo'lmaydi, hayot mamot masalasi desa, men boshqa gap aytadi. Reanimatsionniy holat bo'lib qolsa. Mazkur hadis sharif ayrim rivoyatlarda boshqacharoq keltirilgan. Man khabbaba imro'atan ala zawjiha aw abdan ala mawalihi falaysa minna. Xotinni eriga qarshi gijgijlagan, qulni o'zini mavlosiga nisbatan qarshi gijgijlagan kishi bizdan emas. Tahbib mana xobbaba degan so'z. Opa singilini yoki aka ukasini o'zini juftiga nisbatan qayrab qo'yish. Singil keldi, o'zini ukasini uni xotiniga nisbatan gijgijlab qo'ydi. Bu ishni qilgan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mendan emas deb aytayaptilar. Mashina to'y qilamiz deyapsizlar shu remont bilan. Ishing bo'lmasin seni. Ishing bo'lmasin, aralashma, bu bizning shaxsiy ishimiz. Siz o'zingiz hasrat oltingizni ochuvdingiz, u nima qildi? Maslahatni berdi-da qo'sh tirnoq ichidagi. Ina kelganda kelsangiz ina uydalar buzilib turibdi-da peyla. Jo'natmang o'sha odamlarni oldiga. Unaqa odamni kirgizmang uyingizga. Siz erkak kishi sifatida hovlini xo'jayini, palonchi kirmasin deyishga haqqingiz bor. Bilasizlarmi shu narsani? Palonchi kirmasin men eshigimga deydi. Agar kirgizsa gunohkor bo'ladi, osiy bo'ladi ayol kishi. Xullas endi gapirsa gap ko'p, umumiy xulosa shu. Bir kishini o'zini ayoliga qarshi gijgijlagan, qayrab qo'ygan odam bizdan emas. Qulni o'zini sayyidiga gijgijlagan bizdan emas, xotinni o'zini eriga qarshi gijgijlagan bizdan emas. 8-hadisimiz mo'ylov olmaslik, mo'ylovni tozalamaslik haqida. Dinimiz birodarlar poklik dini. Mana musulmon odam namoz o'qir ekan bir kunda 5 mahal tahorat qiladi. Eng kamida 3 marta tahorat qiladi. Va albatta bu poklikning o'zi. Ad-dinun nazofa deganlar Rasululloh, din bu nima? Poklik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keltirgan, payg'ambarimizdan keltirilgan hadis Imom Nasoiy Tabaroniydan keltirilgan. Man lam yaxuz min sharibihi falaysa minna. Kimki mo'ylovini olmasa, demak u bizdan emas. Soqol mo'ylov qo'yiladi, mo'ylov qo'yiladigan bo'lsa, u labni ochib turadigan holatda qirqib qo'yishlik kerak. Imom Ahmadning sahihlarida keltirilgan hadisda Imom Ahmad keltiradi.
Man lam yakhluq anatahu va yaqli mazfarahu va yazish sharibahu falaysa minna. Kim qov supachasini tozalamasa, ya'ni qo'ltig'ini tozalamasa, tirnoqlarini olmasa, mo'ylovini qisqartirmasa, bas u bizdan emas. Tushunarlimi? Aytyapmiz, dinimiz poklik dini deb. Bu mana shu qo'ltig'ini tozalashlik ham birodar ayni sunnat bo'lgan amal. Kimdir bilmasa bu narsani eslatib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. 9-hadisimiz talonchilik haqida. An Imron ibn Husayn an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "La jalaba va la janaba va la shighara fil Islam. Va man intahaba nuhbatan falaysa minna." Olib keltirish ham, chetga olib qo'yish ham, nikoh oldi berdisini ham islomda yo'q. Kimki bitta talon-taroj qilsa, demak u bizdan emas. Men bu hadisda so'zma-so'z sharhlashlikka muhtoj bo'lamiz. Jalaba. Jalaba bir narsani olib keltirishlik, import qilishlik. Ya'ni nima deb tushunamiz? O'zingizni yurtingizdagi narsani chiqqan mahsulotni to'xtab qolishiga sabab bo'ladigan tashqaridan import qilib kelishlik. O'zingizni yurtingizni ishlab chiqarishini to'xtatib qo'yishga sabab bo'ladigan olib kelishlik. Nima bo'lishi mumkin u? Masalan, mashina olib kelsa, shunga tushadimi, tushmaydimi? Tushadimi? Bizda mashina ishlab chiqaramizmi? Tushmaydi. U yo'q narsani olib kelsa import qilib. Ammo o'zingiz yurtingiz iqtisodini yo'q bo'lishiga sabab bo'ladigan narsani olib kelsiz aniq yo'q bo'ladi-da. Yo'q qildik. Savdogarlar juda ko'p narsani yo'q qildik. Kosiblar patentka tikishdan ko'ra olib kelib sotishligi выгодный bo'lib qoldi. To'g'rimi? Ishlab chiqarsa tashqaridan olib kelayotgan narsadan qimmatroq bo'lib qolyapti. O'zimiz iqtisodimiz o'lyapti, pul chiqib ketyapti tashqariga. Janaba, vala janaba dedilar. Janaba degani bir tarafga qo'yib turish. Ya'ni bu narsa asosan zakot va ulov musobaqa, zakotda bo'ladi, ulov musobaqalarda bo'ladi. U narsadan qaytarib shariatimiz bu narsani man qilgan. Jalaba. Jalaba degani sadaqa yig'uvchi o'zini bir qandaydir muhim odam ekanligini ko'rsatishligi uchun, vajniyligini ko'rsatish uchun bizning tilda. Sadaqani odamlar olib kelib topshirish kerak, baland joyga chiqib oladi. Yoki bo'lmasa pastroq joyga borib ajrab oladi odamlardan, kelishsa men oldimga deydi. Ya'ni qilib bordingiz, turib turing deysiz. O'zi bekar. Bekar o'tiribdi kompyuter o'ynab. Ya telefon o'ynab. Lekin mansabdor turib turing deydi. Nimani oshiryapti? Narxini oshiryapti o'zini. Bu demak, jalaba degani sadaqa yig'uvchi pastlikka yoki bir balandlikka chiqib olib, odamlarni meni oldimga chiq, yoki meni oldimga tush deb ovora qilayotgan odamlar. Tushunarli bo'ldimi? Musulmonlarda harajga musulmonlarni tanlikka qo'yishlik besabab. Bu musulmon odamning xulqiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shig'or, vala shig'ora fil Islam. Shig'or degani jahiliyat davridagi nikoh turlaridan biri edi. Ma'nosi shuki, mahr bermasligi uchun olayotgan xotiniga. Mana shu olayotgan xotinini akasiga yoki otasiga aytadiki, men senga singlimni beraman, agar sen ham menga singlingni bersang. Shunda mahr bermaydi, singlisini unga beradi, uni singlisini bu oladi. Bu narsani qilgan odam bizdan emas deb aytibdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shig'or degani demak mahrdan qochish ekan. Man intahaba falaysa minna. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz, kim talon-taroj qilsa, bas bu bizdan emas. O'zi shu talon-taroj qilishlikni, talon-tarojchilikni, qaroqchilikni hunar qilib olgan odammi? Asosiy tirikchilikmi bu mana shu odamlarni haqqini yeyish, qo'rqitib, po'pasa qilib, shunaqa yegan odamlarni bunday qarasanglar, 1-2 o'lgan emas. Va yaxshi o'lim ham topgan emas bunaqalar. Lekin inson ekanmiz, esdan chiqarib qo'yamiz, yana kimdir chiqib shu talon-tarojlikni nima qiladi? O'ziga hunar qilib oladi. Laysa alal muntahabi qatun
va man intahaba nuhbatan mashhura falaysa minna. Bosqinchini kesish bo'lmaydi. Ya'ni qaroqchi tutib olinganda uni qo'li kesilmaydi. O'g'rini qo'li kesiladi shariatda. Bosqinchi qaroqchilik qilgan odam qatl qilinadi. Kim bosqinchini qo'lini kessa, demak bizdan emas deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xo'p, 10-si. Ipak kiyim kiyish hamda oltin, kumush idish ishlatish haqida. Bu tilla yoki kumush idishda suv ichish, taomlanishlik kibrni belgisi. Kibrni belgisi. Erkak kishining ipak kiyim kiyishi, odamlarning kumush va tilla idishlarni ishlatishi manmanlik, kibr alomatlaridandir. Payg'ambarimiz aytganlar, man qilganlar bu ishni man labisal harira va shariba fil fiddati falaysa minna. Kim ipak kiysa, musulmon erkak kishi va kumushda idishda ichsa, demak u bizdan emas. Ipak kiyim faqat ayollarga mumkin bo'ladi. Shuning uchun ukalar brendiy kiyimni olib kelayotganda boshqa yurtlarga borib bir qarab qo'ylar, ipakmi, ipak emasmi bu? Ipak insonni badanini muloyimlashtirib oladigan xususiyatga ega ekan. Payg'ambarimiz boshqa hadislarida ayollarga ipak kiyish kim mumkinligi haqida xabarlar bor. Imom Buxoriyning rivoyatida bir hadisda ipakdan bo'lgan to'shakning ustida yaslanib o'tirishdan ham qaytarilgan. Hatto ulovini egarini ham ipakdan qilishligi mumkin emas. Tekstildan chiqqan xiba materialni Xitoyga borib sotdi-ya savdogarlar, bo'zidan tortib surupigacha. Bolta, qoshiq, lopotga vilkalarni olib borib elektrchanelar sotdilar-a savdogarlar 90-yillar boshida. Endi o'sha bitta lomni 4 ta lom qilib bizga jo'natyapti, bitta boltani 5 ta bolta qilib bizga jo'natyapti. Bir usta sinyapti, yana olaveryapsiz. Yurtimizdagi qanaqa bir xayriyatlarni tashib arzimagan chaqaga berib kelgan bitta kusochkaga xursand bo'laverganmiz o'sha vaqtda. Kusochka berdi deb. Qaranglarda, savdogarlar yurtimizni iqtisodini ko'taradigan ishga qo'l uringlar. Hada bariga razlikatilni komplekslarni qurib, bu faqat stadion bo'ldi, yetadi, stadion qurib bo'ldinglar. Ishlab chiqarishga sarflaylar pulni. Bilmayman, yurtimizda nima bor? Meva-cheva bor. Shuni so'q qilib tashqaridan pul olib kelaylik biz. Nima deylar? Jon akalar, o'sha pul o'zimiz yurtimizda qolsin, shu yurtimiz boy bo'lsa, pensionerlarga pensiya, yosh bolaga pasobiya boryapti. Olib chiqib keta olmaylar pulni. Iste'mol cho'p qoldi degan gapni qisqasi. Ana shu oltin va kumush idishda suv ichganlar. Kimki dunyoda ipak kiyim kiysa, oxiratda kiya olmaydi deb ta'kidlagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim dunyoda ichsa, mana shu dunyoda foydalansa, mana shu man qilgan narsalarda oxiratda foyda qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan Rasululloh bozorda o'tib ketsalar, naqadar bir chiroyli ipakdan bo'lgan bir libos turgan edi. Umar ibn Xattob: "Ya Rasululloh, shuni olib kiysiz. Elchilar kelganda kiyib bunday chiqsiz chiroyli bo'lardi" dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Buni dunyoda kiyganlar oxiratda kiymaydi" deb marhamat qildilar. Oradan bir necha kun o'tib payg'ambarimizga hadiya bo'lib haligi ko'ylak kelib qoldi. Diqqat qilib turinglar. Masalan, keldi, nima qilasiz? Nima qilasiz? Siz kuydirib olasiz, deb turib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi ipak ko'ylakni Umar ibn Xattobga hadiya qildilar. "Ya Rasululloh, buni siz o'zingizcha falon deganingiz dedi. Men sizga buni kiying deb berganim yo'q" dedilar. Shunda o'zini Makkadagi qarindoshlardan bitta mushrigiga jo'natib yuboradi. 11-hadisimiz ilonni ko'rib qo'rqqandan o'ldirmaslik haqida.
insoniyatga zarar, zahmat yetkazadigan zararli kundalardan xalos bo'lishlik, bularni tinchitib yo'q qilishlik o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsalardan. Endi ana shu zarar kundalardan bittasi ilon bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-hayyatu ma salamnahum mundu harabnahum. Faman ra minhunna shay'an falyaqtulhu. Fa innahu la yabdu lakum muslimuhum. Va man taraka minhunna falaysa minni." Ilonlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Abu Dovuddan keltirilgan hadis. Ular bilan urushgandan beri ularni salomat qoldirmadik. Shuning uchun kimki ularni ko'rib qolsa o'ldirsin. Zotan ularning musulmonlari sizlarga ko'rinmaydi. Kimki qo'rqib ulardan biron narsani tark qilsa bizdan emas. Jinlar ilon shakliga kirib ko'zimizga ko'rinishi mumkin. Jin bo'lishi mumkin u. Lekin jinlarning musulmon odamni ko'ziga ko'rinmaydi. Ular o tog'larda, o uzoq joylarda yashaydi. Payg'ambarimizga ahd bergan ular musulmonlar uyida bo'lmaslikka. Tushunarlimi? Musulmonlarda sizlarning ko'zingizga ko'rinmaydi deb payg'ambarimiz marhamat qilyaptilar. Yana bir rivoyatda ilonni o'ldirib qo'ysam oqibati chatoq bo'ladi deb, oqibatdan qo'rqib o'ldirmagan odam mendan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aytdik, gohida jinlar ilon suratiga kirib yuradi. Ularni musulmonlarda sizlarning uyingizga kirmaydi, sizlarga ko'rinmaydi jumlasida shunda bir ishora bor. Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Tabaroniydan, Mujamul Kabirdan, "Uqtulul hayyat kullah. Faman tarakaha khashyata sa'raha falaysa minna." Ilonlarni hammasini o'ldiringlar. Kimki ularning intiqomidan qo'rqib ularni tark qilsa bizdan emas. Muhaddislar tomonidan mazkur mavzudagi hadis quyidagi iboralar bilan zikr qilib keltirishgan. Mana bir qancha ko'rinishlarni o'qiymiz. Man tarakal hayyata khashyata thar falaysa minna. Qasos oladi mendan, o'ch oladi deb turib, ilonni o'ldirmagan mendan emas. Man ra'a hayyatan falam yaqtulha makhafata talabiha falaysa minna. Kim bir ilonni ko'rib, uni izlashidan qo'rqib o'ldirmasa bizdan emas. Kimki bitta ilonni o'ldirsa, unga 7 ta savob bo'ladi. Kimki bitta qurtni o'ldirsa, unga bitta savob. Insonga zarar yetkazadigan qurt endi bu. Kimki ilonni talab qilishdan qo'rqib tark qilsa, u bizdan emas. Ehtimol ilmsizlik uchun ilonni ko'rdi, rahmi kelib qo'yvordi. Qani ilmsizlikni musibatligini. To'g'ri ish qildim, rahm shafqat ko'rsatdim deb savob qildim deyapti, o'zi aslida nima qilyapti? Gunohkor bo'lyapti. Ilm o'rganishimiz kerak. Mana endi ana shu ilondan ayrim turlari haqida payg'ambarimizdan hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad va Tabaroniydan keltirilgan bu hadis. Uqtulul hayyat. Faman wajada za tufyatayn wal abtara falam yaqtulhuma falaysa minna. Fa innahuma alladhani yaqtifani al-basara va yusqitani ma fi butunin nisa. Nima uchun o'ldirayotganligi ham, nima uchun o'ldirish kerakligini ham payg'ambarimiz aytayaptilar. Ilonlarni o'ldiringlar. Kimki ikki chiziqli va dumi kalta ilonni topganda uni o'ldirmasa bizdan emas. Chunki bu ikkovi ko'zni qamashtirib ko'r qiladi va xotinlarning qornidagi narsasini, bolasini tushirib yuboradi. Ikkita ilon aytildi. Dumi kalta, dumsizga o'xshaydi va kuragida belida ikkita chizig'i bor, bu ko'zni nurini ketkazadi, ko'zni ko'r qilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi nima deyildi? Homilani tushishiga sabab bo'ladi. Bilamidi shu narsani? Rasululloh xabar bermasalar. Xabar bermasa, qo'y, jonivorga rahm shafqat qilib o'tkazib olishlik mumkin bo'ladi. Bu akalar, bu shariat bu. Shariat aytayapti, bu odamga zarar qiladigan zarar ko'randa falon ishlari bor. Shuning uchun qatl qilinglar. Kim o'ldirmasa bizdan emas deyapti. Biz musulmonlarga aytayapmiz bu gapni. Abu Umar aytadi, zu tufyatayn, uni belida ikkita oq chizig'i bo'ladi.
Endi al-abtari xuddi dumi yo'qdek bo'ladi. Dumsizga o'xshaydi. An-Nazr ibn Shumayl aytadiki, bu ilon dumsizga o'xshaydi. Agar unga homilador ayol ko'zi tushib qoladigan bo'lsa, homilasi tushib ketib qoladi. Nahana Rasululloh sallallohu alayhi va sallama an qatlil jinan allati takunu fi buyut g'ayridi tufyatayni val batra. Mana endi qanaqa ilonni o'ldirib bo'lmasligi ham aytilanyapti. Bu hadisda o'qiganimizda aytdik-ku, hammasi o'ldiriladimi yoki hammasi qo'yib yuboriladimi? Fa innahuma tutmisanil absar va taqtulani avlad al-habala fi butunihim. Faman lam yaqtulhuma falaysa minna. Rasululloh deyaptilar. Oysha onamiz roziyallohu anhadan bu hadis Imom Ahmaddan keltiriladi. Rasululloh bizni uylarda bo'ladigan ikki chiziqli va dumi kaltalaridan o'zga jinlarni, o'zga ilonlarni o'ldirishdan qaytargandilar. Ya'ni boyaga aytdiki, ikkita sifati bo'lmasa o'ldirmay qo'yinglar deyapti payg'ambarimiz. Lekin shunaqa bo'lsa, albatta o'ldiringlar. Chunki bu ikkovlari ko'zlarni qamashtiradi, homiladorlar qonidagi bolalarni o'ldiradi. Demak, kimki bu ikkovini o'ldirmasa, bizdan emas.